Ertalabda havo isiyapti. 29 gradus. Hali nima bo'ladi, nima bas. Soat 5:56 bo'ldi. Ertalabda harakatni boshladik. Ikkita lisli darvoza olganmiz xonadonga. Kuratanlar tayyor, arijunli. Kechiga chiqib hamma yo'qlar yuklab qo'yganmiz mana. Vaqt ketmasin deb. Xudo xolasa rasmini qo'yaman buni ham. Bitgan holati, bitmagan holati mana shunaqa lisli darvoza olganmiz. Bir kunda ikkita sepib kelamiz. Murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa biz ishimizni boshladik mana. Ertalabda boshlaganimiz hisobiga menimcha bitkizib yuborsak kerak. Ikki darvozani ham. Naryoqda bitta bor, bu ikkinchisi. Ikkita lisli darvoza. Murojaat qilaverasizlar, bir kunda qilib beramiz. Ishdan kelgunlaringgacha yangi darvoza bo'lib qoladi. Ko'rasizlar.